Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Hayronman. Yurib kelayotgandim. Birdan motordan tarillagan ovoz chiqdi-yu, o'chdi. Har holda o'zidan o'zi o'chib qolmasa kerak. Biror ishkali bordir-ki, o'chib qolgan. Shunaqa shekilli. Nigmatovni aeroportga kuzatib qo'yganingizdan keyin nima qildingiz? Tushunmadim. Shu yerda tergov qilmoqchimisiz? Kerak. Ochig'i mendan gumon qilasiz deb o'ylamagandim. 12-dan 13-ga o'tar kechasi uyda edim. Televizor ko'rdim, internet tutdim, keyin yotib uxladim. Qo'yar. Menga aytadigan zarur gapingiz bor ekan. Quloqim sizda. Ikkalamiz xoli gaplashsak bo'ladimi? Hozir men aytadigan gaplar oramizda qolishiga va'da bersangiz aytaman. Yo'q. Qotillikka aloqador har qanday ma'lumot protokolga kiritiladi. Sharmanda bo'ladigan bo'ldi. Jahongir, Labay. zudlik bilan Halilni bo'limga olib kelinglar. Yunusovmi? Ha, tez.